qurilishingiz uchun, aynan fasadingiz uchun dekorativ plitka qidirayotgan bo'lsangiz, bu kanal aynan siz uchun. O'rtoqlar, mana gap isboti bilan aytib o'tganimdagi uстановка qilish xatoliklaridan bittasi, mana bu plitkani yopishtirgandan keyin обязательно mana bu shofini zatlikka qilinmagan bo'ldi. Правильный yo'li buni shoflarini zatlikka bilan to'ldirish kerak. Bo'lmasa bunda tushib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Farqini ko'rib turibsizlar. Yokida ichki interyer bo'lganligi uchun bilan shofini to'ldirmagan, aslida tashqi fasad uchun obязательно shofini to'ldirish kerak. Tushib ketishdan xoli bo'ladi. Plitka tanlayotganda nimalarga ahamiyat berish kerakligi, plitka turlari va har qanday qurilgan bino uslublariga tushadigan mos plitkalarni tanlash kerakligi va albatta yana ustalar bilan ishlashda nimalarga ahamiyat berish kerakligi to'g'risida ko'plab ma'lumotlar olasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Breaking Wood bilan barchasi oson.